Yangi qo'yliq 1 bilan 2 ni nima farqlari bor o'zi? Maktab, Iskussunniy o'zerasi, gipermarketlari, parkovkalari ancha joy oldi. 12200 lik xonadonda. Qanaqa bo'ladi u aka? U laxatron emasmi? 60 oyga ham bo'lib to'lash beraman deysiz. So'z o'yini qilib, aldab-suldab ham yoqqa chaqirib olib, mijozdan kulishda bu. Maqsad klient yo'q devorsa, ana 6 milliondan sotgan narsani 10 milliondan o'zim qaytib sotaman degan fikrlar paydo bo'lyapti. O'zingizni qanchalik insofli va ishonchli quruvchiman deb hisoblaysiz? 2 yil ichida ko'p situatsiya bo'ldi. Mashaynik 13200 uy bo'lmaydi, bitmaydi. Bundan arzon taklif qila olganimizda biz qilamiz. Bular rozi bo'lmasa ekan, bularga tushuntirib o'tirish kerak emas degan fikrlar tug'ildi, lekin hech narsa galochka uchun, bo'lsa bo'ldi-yu degan ko'rinishda qilinmayapti. Finans tomondan mas'uliyat juda katta bo'ldi-da. Ya'ni kam pul tushmadi. Nafsingizni qanaqa qilib yuturdingiz? Ko'p pulni oxirida ko'ramiz. Ko'p pul tushadi, o'shanda nafs qanaqa tegsa bo'ladi deb keyin savol beramiz. Mani kanalimdan kelganligini nima qilaverasiz ko'pincha? Sizni kanalingizdan ko'rib kelganligi oldindan bitta savol bermadingiz-da. 2024-yilda men bu joyga birinchi marta tashrif buyurganman. Hozirlar ekranlarda ko'rib turgan loyiha men kelganimda endi qurilish jarayonida edi. O'shanda Hojimurod akamdan ruxsat olib, biz loyihani to'liq ko'rib chiqqanmiz, narxlardan tortib to'lov uslublarigacha o'rganganmiz va uni YouTube orqali efirga uzatganmiz. Ancha ko'rishlar bo'lgan va keyinchalik men bu kompaniyaga hamkor bo'lib qo'shildim va shu kompaniyani a'zosiga aylandim. O'zim ham uy oldim va hokazo 2 yil davomida biz bu loyihani qurib, topshirib, hozir kadastrlarini ham chiqarganmiz va shu loyihani davomchisi sifatida aynan yangi qo'yliq 2 loyihasiga start berganmiz. U yerda 12200 dollarga bir xonali xonadon olsangiz bo'ladi. Bu boshlang'ich to'lov emas, umumiy narxi. 60 oygacha bo'lib to'lashlar bor. Xullas kirishni qisqa qilaman. Qolgan ma'lumotlarni hozir Hojimurod aka bilan birgalikda to'liq ko'rib chiqamiz. Videoni обязательно oxirigacha ko'ringlar va qo'llab-quvvatlash sifatida like tugmachalarini bosib ketinglar. Biz boshladik. Uch yil oldingi 300 ta, 400 ta kvartira qurib yurgan Hojimurod bilan hozirgi bunaqa mega proyektlarni qilib yurgan Hojimurotda orasida juda katta farq bor. Nimalar o'zgardi sizda aka? Hojimurod Hayitmuradov qurilish sohasida 11 yillik tajribaga ega tadbirkor hamda investor, Vatan qurilish kompaniyasi rahbari. Uning asosiy faoliyat yo'nalishi qurilish bo'lsa-da, ishlab chiqarish, ko'mir sanoati, restoranlar tarmog'i, ta'lim va bozor infratuzilmasi kabi yo'nalishlarda ham investor hisoblanadi. U rahbarlik qilayotgan Vatan qurilish kompaniyasi bugungi kungacha 9 ta loyihani amalga oshirgan. Ularning 6 tasi allaqachon foydalanishga topshirilgan. Yana 3 tasi esa ayni paytda qurilish jarayonida. Kompaniya turar joy majmualarini 10 mingdan ortiq mijozlar tanlashgan va 10 yildan beri yashab kelishmoqda. Bugungi suhbatimiz esa asosan Vatanning eng yirik loyihalaridan biri. 3,5 mingdan ortiq xonadonni o'z ichiga olgan yangi qo'yliq 2 loyihasi haqida bo'ladi. Bu mega loyihani birinchidan etap savdoga olib chiqqanman, ketarmikan degan qo'rquvlar bo'lgan. O'shaning uchun nima o'zgardi desangiz, hozir bunaqa bo'lishini bilib turib boshqatdan mana shunaqa loyiha boshlasam, etaplarning orasida sotish boshlashim yoki qurilish boshlash muddatini, topshirish muddatlarimni bir-biriga yaqinroq qilgan bo'lardim. Sababi mana bitta katta loyiha bo'lgani bilan baribir bir-biriga yaqin masofa bo'lgani uchun kanalizatsiyasi bormi, sveti bormi, suvi bormi, ko'p narsani yechimini birinchi etap o'zida qilinar ekan. O'shaning uchun bir-biriga yaqinroq muddatlar olsa ham ulgursa bo'lar ekan. Men naborot bir-biridan uzoq qilib, men birinchi etapim bilan 6-etapim orasida 1,5 yil qurilish boshlanishida farqi bo'lgani uchun bittada hammasini topshira olmadim. Lekin hozir endi gaz qilib tezroq qilib yotamiz, shu momentda уже aholi yashayapti, bu yerda taqir-tuqur bo'lmasin, iloji boricha tezroq topshiraylik deb tezlashyapmiz. Agar bunaqa savdam bo'lishini bilganimda, men buni bir-biriga yaqinroq muddatda savdasini boshlab, kattaroq marketing qilib, 6 ta etapni bittada sotishga harakat qilardim. Yana nimalar? Endi mega loyiha bilan 300 talik loyihaning farqi, 300 talik loyihada udobstvo deganda o'sha rayon udobstvolariga tayanib qolish bor-da. Bu yerda katta mega loyiha bo'lganda, o'sha yon atrofdagi narsalar emas, loyihaning ichida ko'p qulaylik yaratsa bo'lar ekan. Shu tomonlama. Misol, yana nima o'zgardi desa, men birinchi etajlarimni selavoy qilib sotardim. Misol, balkim sotmasdim, arendaga mo'ljallardim. Hozir endi ko'p joyini sotib qo'yganman. Endi sotgan mijozlarimdan iltimos qilib, bunaqaga ochinglar, do'kon ochinglar, bab yurg'izib berishda o'zim yordam berishim kerak ekan, undan ko'ra sotmaganim ma'qul ekan degan fikr kelyapti. Loyiha sotuv boshlanganda juda ko'p va'dalar berilgan. Ularni qanchalik bajara oldingiz
va ichida bajara olmaganlaringiz ham balki bo'lishi mumkin. To'xtalib tushuntirib bersangiz qiziq bo'lardi menimcha ko'pchilikka. Bajarilmaganlardan boshlaymiz. Loyihamizning birinchi etaplarida muddat bo'yicha, ya'ni yillab emas, ozgina oilaga kechib qoldik. Mijozdagi hamma tushuntirish ishlari olib borildi. Endi ommaga chiqib. Nima sabab bo'ldi? Qonunchilikda ozgina o'zgarishlar bo'ldi. Oldingi yil dekabr oyida o'z topshirishimiz kerak edi. Binoyimiz уже tayyor edi. Lekin prezidentimiz tomonidan yangi qaror kiritildi. Hamma ekspluatatsiyaga topshirilayotgan binolar qayta texnik ko'rikdan o'tmasdan topshirilmasin degan yangi qonun chiqqani uchun biz mart oylarigacha texnik ko'rik bajardik. Binoimizni to'liq boshqatdan texnik ko'rikdan o'tkazib, armaturasi bilan betondan tortib hammasini tekshirishdi. Pistoletlar bilan urib tekshirishgan. Hammasini markasini skanerlab, armaturaning diametri, armaturaning hamma laboratoriya analizlarini qilib tekshirishdi. Shu sabab bo'ldi va aytganimdek 6 etapligini hisobga olmay bunaqa mega loyiha birinchi marta qilganimiz uchun kanalizatsiyani bitta etapimga yetarli emas, balki butun loyihamga yetarligini olib kelmagunimcha yoki svetni ob'yomini butun loyihaga 6000 ta xonadonga yetadigan ob'yom olib kelmagunimcha kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish qiyinchiliklari bo'ldi. Mart oyida уже topshirdik. Kadastrlarni rasmiylashtirishni boshladik. Shu tomonlama sal va'damizga vafo qilmagan joyimiz bor, lekin mijozlarning oldida tushuntirish ishlari ham olib borildi va bahonani aytibgina qutulib qolmadik. Mijozlarga kimgadir narx ko'rinishda chegirmalar qilib berdik, kimdirlarga kechib qolganimiz uchun perigorodka bormi, ozgina remontida yordam bormi, hammani qo'ldan kelgancha rozi qilib qo'yamiz. 6000 ta mijozdan bittasi bilan ham sudga borgan joyimiz yo'q. Shikoyatlar tushgan, yo'q emas, lekin shikoyatlar har doim yechilgan. Sudgacha borib, talashib, unaqa tortishib bo'lgani yo'q. Berilgan va'dalar narx-navo tomonidanmi, to'lov uslublar tomonidanmi har doim 100% unga amal qilingan. Misol peyni jarimalar urmaymiz deganmiz, ularni hech qachon urmaganmiz. Qurib beradigan muddatlarimizda sal kechib qoldi, lekin binoyimizning ko'rinishi keragidan ortiq qildik. Mana shu qurilishimizda yana bitta kechikishimizga yana bitta kichkina sabab bo'lgani fasadimizni renderladi, maketimizda ko'rinishda qilganimizda oldingi yil yoz oylarida ko'p mijozlar shikoyat kirgizdi. Bog'chaga o'xshab qolibdi, oranjiviy ko'klarni olib tashlaylik degan takliflarni kiritishdi. Boshida yo'q, biz renderda shunaqa ko'rsatilgan, maketda shunaqa ko'rsatilgan turuvdik, lekin qarasak shikoyat soni ko'payib ketyapti. Ko'pchilik yoqmagan sabab butun loyihani fasadini boshqatdan bo'yadik. Endi har etapim bo'yalmaganini, birinchi, ikkinchi etapim уже bo'yalgan edi. Boshqatdan ham jigarrang, молочный ranglarga o'zgartirdik. Men bu ko'rib turgan hovlilarimizni renderlarda bunaqa sifatli narsalar yo'q edi. Misol bu yoqlar hammasi parkovka tizilgan, prosta o't-o'tlarida qayerdadir daraxtlar tizilgan. Biz mijozlarimizning qulayliklariga yoki bizning o'zimizning yuzimiz bo'lgani uchun qilamiz. Освещениyadan tortib, mana bu fontanlar, skameykalarni ya'ni narsa galochka uchun bo'lsa bo'ldi-yu degan ko'rinishda qilinmayapti, balki zo'r narsa qilinyapti. O'zim uyimga nima ravo ko'rsam shunaqa qilamiz. Mana bu ekilgan daraxtlarni misolda olsak ham, hammasi importniy daraxtlar, mesniylar emas. Razmerlari ham mana 1 yillik, yarim yillik narsalar emas, 3-4 yoshiga to'lgan daraxtlar. O'sib ketish imkoniyati yuqoriroq bo'lgan. Bu misol karra qimmatroq turadi. Mesniy narsalar bundan 200 ming, 300 mingdan ham daraxt eksa bo'ladi. No bittasi 6-7 milliondan turadigan mana importniy daraxtlar turibdi. Детский площадкаlar bo'yicha, mana misol rezinoviy покрытие. Bitta shu детский площадкаga qo'shimcha milliard so'mga yaqin pul tikilgan. Детский площадка galochka uchun bor, детский площадка hamma normativlar bo'yicha mana bunaqa детский площадка Toshkentda 1,5 ming, 2 mingdan yuqori kvadrat turadigan domlarda bunaqa детский площадка bor. Hajmi jihatidan bunaqa детский площадка hali yo'q Toshkentda. Misol biz shunaqa narsalar qildik. Endi aytganimdek, mijozlarning qulayligi ham bor. Eng ustiga bu bizning yuzimiz, bu oxirgi loyihamiz emas. O'zimizga keyinchalik bu mijozlar rozi bo'lsa, qo'ni-qo'shnisi kelganda, qarindosh urug'i kelganda, bunaqa zo'r qilgan ekan, u qayerda yana quryapti deb mana keyingi loyihalarimizda уже rezultat beryapti bu narsa. Bu yerda 6000 ta xonadon yashashni boshlaganda biz bu paytlar xudo xolisa 10 mingtalik, 20 mingtalik loyihalar boshlasak, bu yerda mijozlarim, yangi mijozlar menga olib kelib beradi. Endi mana siz aytgan afzalliklar, siz aytgan qulayliklarga ko'ngan va xursand bo'lgan klientlar bor. Lekin shunaqa bir qatlam borki, ijarada yashaydi. Birinchi marta uy olyapti. Baribir hayajon bo'ladi. Bunaqa muddat, misol uchun 1-2 oy kechiksa ham hayajon bo'ladi. O'z-o'zidan o'sha kompensatsiyani kerak bo'lsa talab qiladi-da kompaniyadan. Qanaqa murosa qildinglar? Aytman, hech kim bilan sudgacha bormadik. Qanaqadir bir kompensatsiyalar to'lab berdingizmi demoqchiman. Kompensatsiyalar to'lab berdi. Endi ko'p, bu yerda ko'p mijozimiz aytganimdek 100% to'lovni olmagan. Ko'pi menga hali to'lovi borligi uchun, misol 200 million to'laydigan odamga yana chegirmalar, qo'shimcha chegirmalar qilib berdik. 3-4 kvadratdan pulni olmaydigan bo'ldik.
mana shunaqa narsalarda chegirmalar qilib berdikda. Ya'ni narx-navolarda Narx-navoda. kadastr paytida Men misol chegirmalar menga bo'ldi. qarz bor, men misol 10 million skidka qilib berib, qo'liga bersam, bab menga to'lash kerak, o'shaning uchun shartnomada qisqartirib berdik summasini. Buni finans tomondan mas'uliyati juda katta bo'ldi-da. Ya'ni kam pul tushmadi. Nafsingizni qanaqa qilib tiyib turdingiz? Yo'q, endi majburiyat katta bo'lgan. Misol biz zo'r savdo qilganmiz, lekin savdo degani kvartirani 10% pulini to'lash, boshlang'ich to'lov, kvartirani 5% boshlang'ich to'lovsiz ham sotib berishadi. U tushum kelib turgan pul qurilish o'ziga yetmadi. Misol bu loyihani bitkazguncha nechta loyihalarni tiyib turib, nechta joylarimizni sotib, oxiriga yetkazdik. Savdo zo'r bo'lgani bilan 6000 tani sotganimiz bilan ko'p pulni oxirida ko'ramiz. Misol kadastr chiqib rasmiylashtirilgandan keyingina ko'p pul tushadi. O'shanda nafs qanaqa tegsa bo'ladi deb keyin savol beramiz. Hozirgacha har kuni yetishmovchilikda 10 million tushsa 10 millionlik rasxod, 20 million tushsa 30 millionlik rasxod har doim yetishmovchilikda bo'ldi. Mana shu loyihani hammasini sotganim bilan suvdan o'zini pulidan tashqari, boshqa bizneslarimizning pulidan tashqari bankdan baribir investitsiyalar oldik. O'zingizni qanchalik insofli va ishonchli quruvchiman deb hisoblaysiz? Va o'zi keling standart belgilab ko'ramiz aynan shu. Ishonchli va insofli quruvchiga. Birinchi o'chirib insofli quruvchiman deyish uchun aybini tan olish kerak. Kech qoldim deyish kerak. Sababi misol men 3-4 oy kech qolganimni tan olmasam ham oxirigacha tursam bo'ladi. Chunki shartnoma shartlarida ham misol hamma quruvchining shartnoma shartida force majeure degan narsa bor. Dekabrda topshirish kerak bo'lgan loyihamda 6-dekabr kuni prezident qarori chiqib turganda men uni prezident qarori chiqdi, endi meni aybim emas deb turib tan olmay tursam bo'ladi. Tan olamiz, sababi endi mijozga qiziq emas u narsa. Aytganingizdek ijaraga turgani bor, unga qiziq emas u gaplar. Qanaqa bo'ldi, nimaga oldindan qilmading degan. Oldindan hech kim bilmagan narsalar bo'lsa ham tan oldik. Aytganimdek, munosabatni buzish kerak emas. Bu yerda 5-10 million, 20 million yo'qotarman har bitta kvartirada. Lekin bu mijozlar ertaga bu mardlik qiluvdi, men aytdim bunaqa bo'ldi deb. Endi tan olsa tan olar, tan olmagani ko'p aytganingizdek, lekin ular deb misol hammaga keskin turib olib, yo'q, baribir bular rozi bo'lmaydi degan pozitsiya ushlamadik. O'zi negativ ko'proq seziladi-da. Misol bu yerda 6000 tadan 200 ta negativ, 5000-800 ta rozidan ko'ra balandroq eshitiladi. Kommentariyada, boshqa yoqda o'shanda bir xil paytlar o'zimizda ham fikrlar tug'ildi. Bular rozi bo'lmasa ekan, bularga tushuntirib o'tirish kerak emas degan fikrlar tug'ildi, lekin keyinda nechta u negativ deb sanasa 100 ta, 200 tadir. Uncha ham yo'q edi, lekin bizda 10 ta, 20 ta etaplar bo'yicha gaplashsak, ularning gapi eshitildi, lekin qolgan 1000 tasi, qolgan 5000 tasi jim turibdi-yu degan fikrlar bilan bizga bo'lgan nohaq kritikalarni ham to'g'ri qabul qilib, baribir любой mijoz o'zini fikriga ega, mayli deb anaqa qildik. Hech kimga prinsipga turib olib, yo'q aytganimdek aybimizdan tan olmaydigan joyimiz bo'lmadi. Zo'r. Xo'p, birinchisi insofli deya olishimiz uchun aybini tan olishni bilish kerak. Yanachi? Insofli deganda endi mijoz deganda faqat o'sha aytganda oxirigacha yetib borgan mijoz emas, orada yo'qolib qolgan mijozlar, pulni qaytarib olgan mijozlarga nisbatan bo'ldi, endi pulni olib ketyapti-yu deb mijozni ittikinga oyoq qilib tashlaydigan anaqalarni eshitganmiz. Случайlarni unaqa qilish kerak emas. Men u mijozlarga qanaqa qarayman, u mijoz уже 3-4 oy oldin yoki 1 yil oldin mengacha pulni olib keluvdi, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra pulni qaytarish kerak bo'lib qoldi. Bitta narsa aniq, bu insonga uy kerakligi aniq edi. Men hozir pulni to'g'ri, chiroyli ko'rinishda xayrlashsak, keyingi safar yana pul yig'ib, yana uy olaman degan niyatda yana bizning kompaniya birinchi bo'lib fikrida paydo bo'lish uchun ular bilan ham chiroyli muomala qilib, ular bilan ham aytilgan muddatlarda pullarni qaytarib berib, pullarni hech qanaqa shtraflasiz, penalasiz qaytarib bersa, u ham insofli, bitta insofli anaqa quruvchini bitta alomat. Ishonchli deya olishimiz uchunchi? Ishonchli deya olishimiz uchun sotayotgandek ta'rif bilan oxirida qurib berilgan bino bir xil ko'rinishda, shart-sharoitlar shunaqa ko'rinishda, narx-navolar, men chunki eshitamiz holatlarni shartnomada bitta narx ko'rsatilgan, keyin narxlar oshib ketgandan keyin уже boshqacha ko'rinishda gaplashib, undirib olish qiyin, lekin искусственно sekinlashtirib qurib, binoni topshirmay turib, откazga majburlashgacha olib borilyapti-da, sekin-sekin uyni afont qilib bermay, vaqtini cho'zib, maqsad klient yo'q deb yorsa, 6 milliondan sotgan narsani 10 milliondan o'zimiz qaytib sotaman degan fikrlar paydo bo'lyapti. Endi qurilish sohasiga уже 1000 ga yaqin tadbirkorlar kirib keldi, uning ichida aytayotgandagi narsalar bo'lishi aniq edi. Endi sekin-sekin xalq ko'ryapti. Endi u bir kunga kirgan quruvchilar-da, bitta loyihani topshirib olsam bo'ldi, bu shu bilan boshqa biznesim bor, o'shani qilib yuraman degan biznesmenlar shunaqa qilyapti, lekin bizdagi misol bo'ldi, asosiy biznesim mana shu qurilish.
5 yil 10 yil umrimni oxirigacha xudo xohlasa mana shu yerda yuraman deb niyatda yurganlar o'zini oyog'iga o'zi bolt urgandek teng aytganimdek 3 yilga 4 yilga bitta loyihaga kirib ketgan biznesmenlar quruvchini nomini anaqa qilib qo'yapti, bulg'ab qo'yapti. Shunda nima bo'ldi? Aybini tan olishni bilish kerak. Aytgandek ko'rinishda Murosa qilishni bilish kerak mijozlari bilan va berilgan va'dalarni aytgandek o'z muddatida bajara olish kerak. Muddat muhim. Zo'r. Va albatta qurib topshirilgan loyihalari ham обязательно bo'lishi shart. 6000 ta mijoz bor. 6000 ta taqdir degani, ya'ni har xil voqealar, har xil hayot tarzi. Eng katta muammolari nimada deb o'ylaysiz sizni klientlaringizni va qanchalik yechim bera oldingiz? Endi oxirigacha yetib kelgan mijozlarim bor. Orada ma'lum bir sabablar bilan ketib qolgan mijozlar bor. Ma'lum bir sabablar deganda kimdirlar boshqa qaysidir konkurent kuchliroq yoki arzonroq taklifga uchib olib ketganlar bor. Bir xillar o'zini sharoiti deb oxirigacha yeta olmaganlar bor. Endi hamma mijoz sharoitiga tushib bo'lmas ekanda. Biz qo'ldan kelgancha tushib bordik, lekin qancha tushib borsak, shuncha qiyinroq mijozlar bilan ishlashga to'g'ri keldi. Ishlayverardik. Aytganimdek, boshlang'ich to'lovsiz taklif berdim. 6 oy to'la oldi. Undan keyin уже to'la olmay qoldim. Pulimni qaytarib bera qol deb ko'pini qaytib qoldi. Endi bu yoqqacha oxirigacha yetib qolgan mijozlarim endi уже ko'pchiligi o'zini hayotidagi birinchi uyli, xudoga shukr bo'lyapti. Aytmoqchi bo'lganim, ularni fikrlari qanaqa hozir? Mana yashashni boshlaganlar bor yoki remontlarni boshlaganlar bor. Qanchalik rozi deb hisoblaysiz klientlaringiz? Foiz rozi deb hozir aytolmayman, sababi endi topshirib qo'yganim bilan hali endi ekspluatatsiya qilishimiz kerak. Endi ertaga jeklarimiz ishlashni boshlaydi. Endi 1-2 yil ishlab, endi hozir kadastr chiqdi, rasmiylashtirdi degani hamma qulayliklar paydo bo'ldi degani emas. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, mana 30-50% aholi ko'chib kelmaguncha gaz berilmaydi. Shu tomonni tushunganlar bor, tushunmay quruvchi aybdor deganlar bor. Misol bugungi kunga ham mana birinchi etapimni topshirganimga 3-4 oy bo'ldi. Haligacha misol tozaligi bormi, boshqasi bormi, hech kim bundan bir sim pul to'lamayapti. Lekin kir bo'lsa, mana kimdir musor, man qilmagan musor bo'lsa ham, qaysidir qo'shnisi musor olib tushib qo'ygan bo'lsa ham, kim aybdor bo'ladi? Biz aybdor bo'lamiz. Buni faqat biz chidab qilib kelyapmiz. Endi 100% rozi deb mana 1-2 yil, 3-4 yil qatab yashagandan keyin o'shanda rozi 100% deb aytsa bo'ladi. Kecha yangi qo'yliqdan xonadon xarid qilganlar bugun nimalar yutdi va xarid qilmaganlar nimalar yutqizdi deb o'ylaysiz? Xarid qilganlar nima yutdi desa, endi men ko'proq bu narsaga finansiv tomondan qarayman. Endi maydalashib ketib, mana uyli bo'lib qolishda, birinchi uyli, u bu desa bo'ladi, lekin pul haqida gaplashadigan bo'lsak, narxi o'sishi. Bizni o'sha paytda sotgan narximiz bilan hozirgi ikkilamchi bozorga chiqqan narx o'sha ikki xil narxlar. Yiliga 30% dan yuqori ko'rinishda marja bo'ldi. Imkoniyatlar, bo'lib to'lash usullari, misol biz loyiha savdoga chiqqanda boshlang'ich to'lovsiz ham qildik. Har xil uslublarda savdoga chiqib ko'rdik. Misol qaysidir loyihamizda bu narsani o'sha qaytara olmayapmiz. Bu tomonlama ham yutishdi. Olmaganlar nima yutqizdi deb o'ylaysiz? Ya'ni olmaganlar ko'pincha misol ishonmaganlar ko'p. Misol men o'sha bu loyihani savdosi ochilganda men ham Instagramda endi birinchi qadamlarimni qo'ygan paytlarim edi. Mashaynik 13200 uy bo'lmaydi, bitmaydi. Misol haligacha men tanimaydiganlar mana shu loyihalarni yoki keyingi loyihalarni qilsak, bunaqa taklif mashaynik hozir har qadamda aldoqchi quruvchi bo'lib ketdi deb ishonmay yurganlar bor edi. Endi ishonmay olmadi. Mana aytganimdek 30-40% lik marjani qo'yib yubordi. Agar faqat pul haqida gaplashsak. Ishonmay, misol narxi arzon ekan deb ishonmay qolib, qimmatrog'iga borib, lekin hali ham bitmagan yoki buni narxi yoki meni shart-sharoitim to'g'ri kelmagani, mendan arzonroq yoki mendan bo'lib to'lash muddati uzunroqga olib, lekin hali ham uy bitmaganlari bor. Shu tomonlama u boshiga tushgani keyin bilyapti. Kerak bo'lsa mendan uy olib turib, pulimni qaytarib ol deb ochuchasiga bo'ldi, pulingni hozir qaytarib beraman. Nima? Qayerga ketyapsan? Qayerdan uy olyapsan desa, boshqa bir konkurentlarimga ketyapman deb ochiqchasiga tan olganlar bor. Lekin o'sha mijozlar yana bugungi kunda qaytib kelib, "Ani uyim bitmayapti" yoki "Hozir ariza qilganman, 90 kunda qaytarib beraman" deyapti. "Ani uyim turibdimi?" deb o'zimizga yana qaytib kelayotganlar bor-da. Tushunarli. Qiziq 2 yil ichida ko'p situatsiya bo'ldi. Bu loyihada o'rgangan eng katta bir saboq deydimi, bir tushuncha deydimi, nima bo'ldi sizda? Qo'yli 2da bittada 30 ta podez sodasini ochdik, bittada 30 ta podez qurishni boshlaymiz. Ya'ni aytganimdek, bu bir-biriga yaqin masofada bitta hudud ichida joylashganini 2 yil ichida topshirish muddatli bo'lmas ekan. Men yerda bugun o'sha topshirsamda, men yoqda hali 2 yil qurilish bo'ladi degan narsa bo'lmas ekan. Shuning uchun yangi qo'yiluvda 13 gektarda yarmini o'sha bittada sodasini ochdik. Keyingi yarmini xudo xolisa yana 6 oyda boshlaymiz. Topshirish muddati ham shu 6 oy ichida
ikkita etap topshiriladi desa, o'shanda yana bitta katta sabab boshqa bunaqa katta loyihani перегородкasiz. Mana hozir уже topshirgan 3-4 oy bo'ldi. Hamma narsa tashi chang bo'lib, har 2-3 kunda biz уборкаlar qilib, undan tashqari mijozlarga yaratilayotgan noqulayliklar, buni boshqa anaqa qilmayman. Misol, men buni devorni qilishimdan oldin, fasadni qilishimdan oldin, podyezdni qilishdan oldin g'ishtlarni urib qo'ysam, o'zim gazobloklarni urib bersam, menga ham ancha arzon tushadi. Klientim ham ancha qulayroq narsada oladi. O'shaning uchun yangi loyihalarimiz hammasi перегородкali, white box, endi borgan sari ko'proq bitgan holatda topshirish reja qildik. Yangi qo'yliq 1 bilan 2 ni nima farqlari bor o'zi? Bu egzami yoki qanaqadir bir farqli bir joylari ham bormi? Egzi ham desa bo'ladi, lekin sal qo'shimchalar kiritilgan egzi bo'lyapti. Hudud jihatdan 10 gektarga 13 gektar, 2 qo'yliq 2 kattaroq. Nega kattaroq desa, bu hudud ichida maktabi bor, kichkina gipermarketi bo'ladi o'zini. Hudud katta, lekin xonadon soni kamroq. Nafaqat xonadon soni, balki kvadrat metr jihatidan ham bu 300 ming kvadrat metr bo'lsa, bu 195 ming kvadrat metrga tushgan. Aytgandek, men bu qulayliklarni yaratish uchun ancha hududdan voz kechishga to'g'ri keldi. Maktab, искусственный озероsi, gipermarketlari, parkovkalari ancha joy oldi. Qo'shimchalari bu loyihamizdan biz перегородкаlarni qilib, oqsuvovni qilib, xonadan xonaga o'tadi eshiklarni ham qo'shib qilib beradigan bo'ldik. Remontni bir 70% ni o'zimizning bo'yimizga oldik. Etaj jihatdan 11 etaj, 12 etaj. Etajdagi xonadonlar soni kamroq. Podyezdlarimizni kichkinaroqligi uchun 5 ta kvartira bitta podyezdda, 4 ta kvartira bitta podyezdda, bu yerda 11 ta, 13 ta bitta podyezdda kvartiralar bo'ladi. Endi har loyihamizda biz qo'shimcha yana nimadirlar, bitta narsani yana qaytarish emas, pastga tushish emas, balki teparoqga chiqishga harakat qilamiz. Endi vaqt o'tgan sari любой sohada progress bor. Bu loyihamizda bu qilgan sharoitlardan ustunroq narsa qilishga harakat qilamiz. Xo'p, men hozir mol ko'ryapman. Adashmasam shunaqa degandingiz. Da. Keyin ko'lmi nima? Ko'l. Ko'l ham bo'ladi. Ko'li bo'ladi. Amfiteatr bo'ladi, maktabi bo'ladi, bog'chasi bo'ladi. O'zini hududida. O'zini hududida. Va bundan faqatgina yangi qo'yliq 2dagilar emas, balki 1dagilar ham bemalol bu foydalansa maktablarga qarorlar chiqqanda 1-2 kilometr radius hisobga olib maktablar quriladi. Bu ham shunaqa hisobga olib qilingan. Bu qo'yliq bir orqasida o'zi prezident maktab va bog'chasi bu qarorlar tasdiqlangan. Endi boshlanish, bitkazilish muddatini bizga qorong'i, hali bilmaymiz, lekin bu hududda hali maktab ham, bog'cha ham o'z davlatniki ham tushadi. Parkovka masalasi hozir eng katta problema. Rosa ham почти hammani oilasida bitta kamida mashina bo'lmasa ikkita ham bo'lib ketdi. Qanaqa решение qilindi? O'zimizdan tanishlar ham, mana savdamizni ko'rganlar ham nega 3000 tagini xonadon qildinglar dedi. Nega 16 qavat qilib ko'proq xonadon bo'lmadi degan savolda nega o'zimiz ham 16 qavat qurishni xohlaganmiz? Parkovkani soni yetmagani uchun. Misol 3000 ta kvartiraga 3000 ta parkovka to'g'ri kelishi kerak. Misol biz 4000 talik, 5000 talik loyihalar tizdik, lekin u uchun alohida turar parkovka qilish kerak edi. U sabablar ko'ra parkovkani sonini to'g'irlamaganimiz sababli 3000 ta parkovkamiz bor ekan, 3000 ta xonadon qurishni endi davlat talabi bo'yicha shunaqa narsa yechimga keldik. Aytgancha, vatanda Chilla Sale aksiyasi boshlanmoqda. Aksiya doirasida kompaniyaning barcha sotuvdagi loyihalari uchun maxsus takliflar taqdim etiladi. Boshlang'ich to'lov 29 million so'mdan, oylik to'lovlar esa 5 million so'mdan boshlanadi. Aksiya shartlari 14-avgust kuni soat 20:30 da Telegram kanalimizdagi jonli efirda e'lon qilinadi. Tafsilotlarni birinchilardan bo'lib bilish uchun video ostidagi havola orqali Telegram kanalimizga o'ting. 12200 lik xonadonlar. Qanaqa bo'ladi u aka? U laxatron emasmi? Studiyning kvartira bo'ladi, 22 kvadrat metr. Bir xonali xonadon yoki qurilishga investitsiya qilib ko'rib, o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lgani uchun zo'r taklif. Qo'ylu birda ham eng zo'r sotilgan kvartira ham shunaqa 21 kvadrat edi. Bu 22 kvadratli studiyalarni tepa qavatda 100% to'lovda shunaqa narxga chiqardik. Общий loyihada nechta kvartira bor bunaqa? Bunaqadanmi? Hozir masalan sotib ochilganda. Sotib ochilganda 40 tadan 60 ta etapimda bordi. 240 ta bunaqa xonadonim bor. Hozir savdo ochilganda 120 ta bor. Nechta foiz sotildi? Bugun yarmidan ko'p sotildi. U eng zo'r taklif bo'lmagani uchun 25 kvadratim bor. Unga ham 12200 to'lab, kvadrat metrida narxi bir xil, qolgan summasini 2000 dollar pul qoladi. Kadastr chiqqandan keyin to'lash imkoniyatlarini berganmiz. Даже 34 kvadratimizga ham shunaqa ko'rinishda taklif berganimiz uchun imенно 22 mizni hali tugamadi. 60 oyga ham bo'lib to'lash beraman dedingiz. Buni endi rosa o'zimiz
Misol uchun kritika qilganmiz. Bu to'g'ri emas, quruvchi bank bo'lish kerak emas deb. Nimaga bu shartni qo'shishga qaror qildingiz? Bu shartda 3 ta dona xonadonga qo'shdim. Boshlang'ich 20% to'lab, qolganini 60 oyga hech qanaqa foiz penyalarsiz bo'lib to'lashni qo'shdik. Oldinlari kritika qilib kelganmiz. Sababi bunaqa taklif berayotgan kompaniyalar aytgandek butun loyihaga berilgan. Qaysi etaji, qaysi planirovkadan qat'iy nazar butun loyihani 60 oyga va boshlang'ich to'lovlarsiz bunaqa formatda sotib, binoni vaqtida qurib, aytilgan ko'rinishda qurish matematika to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun men atiga 3 ta loyiham 10% giniga berganman. Sababi mana o'zi o'tgan 12200 lik xonadonlarim даже 3 oyga bo'lib to'lashga ham yo'q. Ularim pul olib keladi. Kichkina xonadonlarim, qaysidir kvartiralarim men 60 oygacha bo'lib to'lash qilib bera olaman. Bunda endi narx o'zgaradi baribir. Masalan, 30 oy yoki o'sha 24 oylikka olaman desam, nech puldan boshlanadi? Misol 9 millionlik xonadonim 2 yilga bo'lib to'lashga chiqsa, narx shunaqa boshlanadi, 9 milliondan boshlanadi. 5 yilga bo'lib to'lashi 11 million bo'ladi. 2 million narxida range saqladi inflyatsiya. O'zi bu 11 million bo'ladi. 2 yilga olsangiz, chegirmada 2 millioncha chegirma bo'ladi, 9 milliondan olasiz. Tushundim. Hech qanaqa foiz, penya unaqa masala yo'q. Shtraf hech qanaqa. Bugun olganlar bo'ldimi? Takliflarim ko'pligidan o'zi har doim aytib kelganman, o'zi buni ham hamma beryapti-ku, biz ham beraylik degan maqsadda qo'shdik. Lekin bungacha bo'lgan 2 yilgacha bo'lib to'lash, 30 oygacha bo'lib to'lash imkoniyatlarim arzonroq, qulayroq, kirish narxi arzonroq 49 million bo'lgani uchun bugun 300 taga yaqin xonadon sotib, bitta dona ham 60 oylik sotmadim. Bo'lmasa, olaman desa bemalol kelib shartnomalar olsa bo'ladi. Aytgandek, u so'z o'yini. Ko'p kompaniyalar 60 oy, 100 oy o'zi 6 millionlik narsani 16 millionga 100 oy bo'lmaydi, 200 oy bo'lmaydimi? U unaqa narx turmaydigan xonadon bo'lgandan keyin hech kim olmaydi. Bu reklama uchun ishlatiladigan yana bitta hiyla. Ofisga chaqiradigan. Ofisga chaqiradigan. Reklamada 100 oy deb kelish uchun yoki takliflarni ko'rdim, 100 oy deydi-da, siz xonadon 90% pulini 3 yil ichida o'zib olasiz. Qolgan 10% ni oyiga 600 mingdan, 500 mingdan, 400 mingdan mijozdan kulishda bu. Atiga qoldiq 10% ni qolgan 7 yil to'lab yuradigan taklif berish kerak bo'lsa, men ham berib qo'yaman. Lekin bunaqa so'z o'yini qilib, aldab-suldab, ham yoqqa chaqirib olib, odamlar endi 100 oy deganda tekis taqsimlanadi deb tushunadi. U yerda 3 yilga katta to'lovlarda oxirgi 7 yili mayda-chuyda pul qilib tashlasa, kulgili narsalar-da. U quruvchilar bir-biriga nimadir isbotlab yoki nima bir-biridan chiroyliroq reklamada taklif bermoqchi bo'lsa bemalol. Lekin men xohlamaymanki, shu men bitta eng qizig'i, men eng xursand bo'lgan jihatim bugun 255 ta mijoz ofisimizga kirib 260 ta shartnoma olgan. Soat 6 da so'raganimizda qaysidirlar olmagan, qaysidirlar 2 ta, 3 ta, 5 tagacha olgan mijozlarimiz bor. Konversiya katta. Biz qaysidir vebinarlarimizda to'liq ma'lumot bera olmay qolganmiz. O'zimizcha, bizga hamma narsa tushunarli bo'lgani uchun qisqa berib o'tib ketganmiz. Minglab odam kelgan, lekin xonadan sotuv soni 200 ta, 250 ta bo'lgan. Bugun men eng xursand bo'lgan narsam 255 ta mijozdan 260 ta xonadan sotganimiz, bu juda katta emas. Yana bitta o'sha xursand bo'ladigan joyi, kommentariyalarda masalan oldin oxirida mana bo'lib qolar ekan-ku, mana bunaqa bo'lar ekan-ku degan narsalar bo'lardi. Bu safar haqiqatan ham bozorga juda yaxshi taklif berdik deb hisoblayman. Yo'q, aynan shu proyekt bo'yicha taklifimiz haqiqat bilan rost bo'lgani bitta tomondan qo'limizga keldi va ikkinchi tomoni biz oldin 2 yil oldin boshlang'ich 60 million, oyma-oy 4 million to'lab turib, 2 yildan keyin qoldiq summa desa, qaysidir quruvchilar qoldiq summa yo'q-u degan narsa borligi uchun, u qoldiq summa bor ekan degan negativ fikrlar bo'lardi. Lekin 2 yil muddat o'tdi, ko'rdiki, что unaqa tekin sir faqat qopqonda bo'ladi degandek bo'lyapti-da. Unaqa ham arzon boshlang'ich to'lov, ham arzon oyma-oy to'lov bo'lsa, nimadir no'sa, o'sha no'sa uy bitmasligi ekan. Uyi vaqtida bitmasligi ekan. Sekin bityapti, kerakli sifatlarda, kerakli ko'rinishda bitmayotganini xalq tushunib yetayotgandan keyin endi o'sha qoldiq summa qolsa ham, kvadrat metr jihatdan sal nisbatan qimmatroq bo'lsa ham ishonchlidan olish kerak degan fikr yetib kelgani uchun mana bugungi aksiyalarimizda unaqa negativ fikrlar bo'lmadi. Chunki 9 million 30 oyga beryapmiz, undan arzon berayotgan kompaniyalar yo'qmi? Bor unaqa kompaniyalar. Undan 1 millionga, 7 millionga 30 oyga berayotganlar bor. Lekin kompaniya bilan kompaniyaning farqini endi odamlar ko'ryapti. Buni investitsion potensialini qanaqa baholayapsiz? Hozir bunda taxminan endi buni savdosini ochganimizda biz solishtirishga yaqin atrofda uylar bo'lmasdi. Lekin buni hozir boshlayotganda bizda уже solishtirishga narsamiz bor. Misol uchun oladigan bo'lsak, bu yoqda
13 ming, 12,5 ming, 12 ming vaqt kesib sotgan xonadonlarimiz bugungi kun kelib kamida 19 ming narxi. 19 mingdan 26 ming sotilyapti. Bu 2 yil, 2,5 yil ichida 100% почти o'sish bo'lyapti. Bu yerda ham shunaqa narsa kutyapmiz, chunki yana o'sha bir xonali uyimizning sotuv narxi yana 12,200, uni ustiga ta'mirli bo'lyapti bu safar. Kamida shu qo'yilib birda ko'rsatgan natijalarimizni yana ko'rsatmoqchimiz. Kvadraturalarga to'xtalmoqchi edim. Ya'ni necha kvadratdan necha kvadratgacha uylar bor o'zi? Bir xonali uylarimiz 22 kvadratdan boshlanib 44 kvadratgacha bo'ladi. Mayli aytib o'tsak, 21, 22, 22, 25, 34, 39, 41, 44. Ha, Ikki xonalilarimiz 49 dan boshlanib 55 gacha. 55 gacha. 54 bor keyin orada. 54, 55. 3 xonaliliklar 70, 77. 77. Ikkalovi ham skvazno 3 oynali bo'ladi. Shunda bizda bir xonali xonadonni boshlang'ich to'lovi 49 million so'mdan boshlanyapti. Oylik 4 milliondan. 2 xonali 59 million, oylik 5 million. 3 xonali boshlang'ich 79 million, oyma-oy 6 million. 100% to'lovda shunda 33% gacha skidka berasiz xonadonlarga. Bu aksiya. Taxminan 6 million 200 dan boshlanyapti. Bo'lib to'lashga 9 million 200 dan boshlanyapti. 9 million 250 ming. Narx ham lekin ancha adekvatni chiqqanda. Bu ta'mirli xonadon uchun, bunaqa shart-sharoiti bor, o'zini hududi, maktabi bor narsa uchun-da. Chunki bundan arzon taklif qila olganimizda biz qilardik. O'zi 16 etaj bo'lsa, bundan ham arzonroq bo'lardi. Chunki biza 3000 ta xonadon. Buni 10 yillab, 5 yillab sotib yurishga vaqtimiz yo'q. Biz maksimal arzon narxlarni qo'yganmiz. Bizni ko'rsatayotgan vaqtda, biz aytayotgan sifatda, biz aytayotgan ko'rinishda, biz aytayotgan qulaylik bilan qurish uchun 7 milliondan bu narsani qurib bo'lmaydi. Shuning uchun biz xohladik, mana 7 million narx berib keladi. Bunaqa sifatda, bunaqa sharoitda qilib bo'lmaydi. Tushunarli. Va bu nafaqat gap bilan, balki amalda ham sinaldi, tajribadan o'tdi. Yangi qo'yliq bir bozorga kirib kelganda, ya'ni takliflarni berib, qurilishlarni boshlaganda konkurentlar ancha baquvvat edi. Baribir ulardan qanchadir qisman baribir o'zimizning ulushimizni oldik. Mana hozir vaqt o'tdi, biz topshirdik. Endi ularni konkurent deb hisoblaysizmi? Va'da etapda turganimizda konkurentimiz ko'p edi. Kimdir ham og'izda konkurentimiz ko'p edi. Men ham gapiryapman 2 yilda, kimdir ham yana gapiryapti 2 yil. Men ham gapiryapman 6 million, kimdir yana gapiryapti 6 million. Narx jihatdan kimdir konkurensiya qildi. Ham shart usloviyalar bo'yicha konkurensiya qildi. Kimdir misol tezlik bo'yicha uncha-munchasi konkurensiya qilmadi. Sifat bo'yicha uncha-munchasi konkurensiya qilmadi. Mamnaq ko'rinish bo'yicha hech kim konkurensiya qila olmadi. O'shaning uchun boshida boshlaganimizda, birinchi sinfdaligimizda shu narx bo'yicha talash oldik. To'lov uslublari bo'yicha kerak bo'lsa mendan ustun yoki mendan ko'proq muddatlar yoki mendan arzon narxlar berishdi. Lekin aytganimdek, vaqtiga kelganda, muddatiga kelganda, tashqi ko'rinishiga kelganda, boshqa hamma jihatdan o'sha boshdek konkurensiya qilgan kompaniyalar qolmadi. Endi bu biz ko'rinish jihatdan konkurensiya qilayotgan kompaniyalarimiz bizlar bilan narx bo'yicha konkurensiya qila olmaydi. Yoki bizlar bilan sifat bo'yicha konkurensiya qila oladigan qaysidir kompaniyalar bizlar bilan shart-sharoitlar bo'yicha, bo'lib to'lash imkoniyatlari bo'yicha talasha olmaydi. Har bitta jihatda kimdir yutib chiqadi, lekin 5 ta yoki 6 ta jihat bilan solishtirsa, bizdan yutib chiqmaydi. Men bu savolni nimaga berdim? Yangi qo'yliq birdan xarid qilayotganda mijozlarni kelib bergan savollari boshqacha bo'lgan. Katta ehtimol bilan sizga. Mana hozir yangi qo'yliq ikkinchi sotuvlarini ochdik. Savollar o'zgardi. Vobshe o'zgardi. Nimalar o'zgardi? Savollar kamayib ketgan o'zgardi. Savol yo'q. Savol kam. Mana keladi, narx to'g'ri kelsa, etaj to'g'ri kelsa, planirovkasi to'g'ri kelsa, olyapti. Misol, bugun mana savdo ochgan kunimiz. 300 taga yaqin shartnoma qilindi. Nechta odam dokument so'radi. Bu o'zi paytlar bo'lardi, vobshe hech kim so'ramasdi, hech kimdan so'ramasdi. Lekin paytlar keldi, har ikkinchi mijoz dokument qani degan holatga keluvdi. Mana 4-loyihamiz, mana Instagramni ochganimdan beri mana o'sha 300 tadan 2-3 ta odamgina dokument bormi deb so'radi. Topshirarmikin degan savollar yo'qoldi. Undan oldin nima qurgansizlar, qura olasizlarmi degan narsa. Sababi mana ofisimizga kelsa, xolamasa bu binolarni ko'radi. Qanchada qurildi? Misol 2 yil muddat ichida 300 ming kvadrat metr narsani qurdik, domda. 200 ming kvadrat bozor qurdik. 3 yil ichida bu yerda 1,5 million kvadrat metr narsa qurganimizdan keyin ancha savollar tushdi. Bu loyihani mana shu ofisda sotishdan ko'ra qulayroq joylagan o'tib ketishni bir reja qildik-da, qarasak, yo'q, mana shu yerda bizning vizitkamiz turibdi, bizning yuzimiz mana shu yerda. Mana qo'yilib kelsa, o'sha ancha-muncha savollar yo'qoladi. Qura olarmikan degan kamida savol yo'qoladi. Bozorni boshlaganimizda vobshe sizlar bunaqani ko'tara olmaysizlar yoki o'zi qo'rqinchli ob'yom narsalar edi. Endi vaqt o'tib
xudoga shukur oxiri ko'ringandan keyin ancha ishonch paydo bo'ldi odamda. O'zlarimga ishonmayman degan taklif bor sizda. Hali birorta quruvchi kerak bo'lsa juda katta kvadraturada kerak bo'lsa uylar qurib sotuvga chiqadigan quruvchilar ham hali bu narsani nimagadir qo'shishmadi. Balki kimdirlarga kerak emasdi bu narsani qo'shish. Shundoq ham sotib olayotganlar. Hozirgi holatda lekin men buni ko'proq sotish uchun emas, boshqalardan ajralish uchun aytgan taklifim bu 2 yil topshirish muddatimni har 6 oyga bo'lib berganman. Qaysi payt 6 oy ichida nima ish qilaman, keyingi 6 oy ichida nima ish qilaman, undan keyingi birinchi 6 oyda 6 etaj bino ko'taraman. Uni shartnomada qo'shganman. Agar ko'tarmasam 10% chegirma yoki men tomonga jarima. Keyingi 6 oy yana 6 etaj bino ko'taraman. Ko'tarmasam yana 10%. Keyingi etap 6 oy fasadlar, ichki kommunikatsiyalar bo'lgan. Undan keyingi 6 oyda kadastr rasmiylashtirib beraman deganman. Agar qaysidiriga ulgurmasam har bittasida 10% dan chegirma yoki jarima beraman. Hammasiga ulgurmasam 40%. 40% marja yo'q. Shuning uchun kech qolish men uchun variant emas. Shuning uchun 6000 ta xonadonda harakat qilib aytganimdek boshqa biznesdan sotib bo'lsa ham bu loyihani bitkazamiz. Ya'ni baribir mas'uliyati juda bosiq. Mas'uliyat katta. Men kechikib qolsam ham, xudo ko'rsatmasin, men kechikib qolsam ham mijoz yutqizib qo'yish kerak emas degan fikrdan kelib chiqib qo'yganmiz bu shartlarni. Masalan, men kechikib qolsam ham 10% kichkina pul emas. 20%, 30%, 40% undan. Mana 9 millionlik narsa agar har etapda kechikib qolsam 5 million qanchadirdan uyga berib yuborishim kerak, deyman. 5 million qanchadirdan u uy menga o'zimga tushmaydi. Shuning uchun men kechikib qolish variantim yo'q. Uy olganlarga qo'shimcha bonuslar ham bor. Masalan, o'sha pulli mukofotlar, qo'shimcha uylar ham qo'yib yubordik. Shularni ozgina tushuntirib bersangiz. Mijozlarni ichiga qo'yildi bu safar. Qani obunachilar ichida yoki Telegramga odam qo'shganlar ichida emas, mijozlarim uchun eng главный YouTube bu mutlaqo tekinga bir xonali xonadon qo'yildi. Yana 5 ta mijozimga 30 milliondan pul mukofoti, yana 5 mijozimga maishiy texnika to'plami. Xonadon xarid qilganda xonadon ichiga kerak bo'ladigan barcha maishiy texnika biz olib beramiz deb o'yinga qo'yganmiz. Uni qachondir loyiha tugaganda emas, balki vebinarga 3 hafta muddat berdik. Shu muddat tugashi bilan yana 1 hafta 10 kun to'lovli qilib olishga muddat beramiz. Undan keyin o'ynab yuboramiz. 1 oy ichida bu hamma yutuqlarni o'zini egasini topamiz. Xudo xolos. Yanachi ko'p edi. Yana nima qo'shdik? Universitetdan grant e'lon qildingiz. Vatan universitetidan qo'shimcha 20% grant. Nafaqat 1 yiliga, balki universitetda 4 yil bakalavr o'qisa 4 yil muddatda 20% dan grant bo'ldi. Magistraturaga kirgan odamga ham 2 yil, 3 yiliga 20% grant. Bu universitetning grantdan tashqari. O'zini bilimiga nisbatan 50% gacha grant yuta oladi. Shunaqa 50% grant yutgan odam yana qo'shimcha 20% mendan grant mana mijozlarim ichidan ola oladi. Bu o'zlaringiz universiteti? O'zim Investor bo'lib kirgansiz. Investor bo'lib kirdik. Lekin ta'lim ishlariga bunaqa ta'lim ishiga aralashmaymiz. Yagona aralashadigan ishimiz bino jihatdan, remonti bormi, qulayliklari bormi, shu tomonlar aralashamiz. Ta'limga o'zini mutaxassislarni jalb qilganmiz. Ular shug'ullanishadi. Zo'r. Xo'p, yana keyin klientlar masalan o'zlarining tanishlarini taklif qilishsa, qo'shimcha kvadratiga 200 mingdan skidka urib berilar ekan. Taxminan 77 kvadratli, masalan 3 xonali xonadonniki 46 millionmi skidka bo'lib ketar ekan. Bu 200 mingdan har mijoz uchun. 3 ta mijozgacha 600 mingdan bo'lsa, aytganingizdek 40 nechidir million qo'shimcha chegirma bo'ladi. Keyin davlat xodimlariga ham 600 mingdan skidka bor ekan. Maktab o'qituvchilari, bolnitsada ishlaygan doktorlar. Ularni qanaqa ajratib olasiz? Mehnat daftarchasini o'zi hammasi MyGov'da ko'rinadi. Ko'rs soliqda ko'rinadi. Mani kanalimdan kelganlarga nima qilib berasiz qo'shimcha? Sizni kanalingizdan ko'rib kelganlarga mebelni garnitur qo'shib beramiz. Bo'ladimi? Zo'r. Hammasiga bitta-bitta. Hammasiga bittadan. Umar Realty deysiz. Promo kod. Videoni oxirida bo'ladi. O'zimni vebinarlarimda ham ishlatmagan taklif. Zo'r, gap yo'q. Kuxonniy garnitur bizda endi u krashinniy bo'lib, yong'oqdan bo'lib, 10 ming dollarlik mebellar emas, uni bonus uchun foydalanishga zo'r narsa. Unda hammaga rahmat. Xudo xolasa, mana o'zim ham endi bu yoqqa shu ofisdaman. Hojimurod akam ham shu ofisda bo'ladilar. Mana shu aytilgan условиялар bo'yicha, hamma ma'lumotlar bo'yicha bemalol kelib, ofisda xonadonlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Eng asosiysi o'sha aytilgandek ishonchli qurilish kompaniyasi. O'zimiz ham tavsiya qilamiz, o'zimiz ham xarid qilamiz va o'zimiz ham taklif qilamiz. Shuning uchun hammalarni xudo xolasa mana shu aksiya muddati davomida kutib qolamiz. Hojimurod aka, oxirgi fikrlaringiz bo'lsa, hammalar kelib, bu yoq hamma loyihalar bilan, informatsiyalar bilan bo'lishdik degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa, kimlarga qiziq bo'lsa, kelib tanishsanglar, bizlarning gapimiz bilan bu yerda amaldiy aksiyalar, narxlar hammasi bir xil har doim bo'lib kelgan. Kelib, uy olish niyatingiz bo'lsa, aksiyalardan foydalanib olinglar.
Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, albatta izohlarda bu savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Qo'ldan kelgancha yana javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.